Uf. Hech orzu qilganmisiz? Kitobni ochib, bir betini o'qigandan keyin hamma informatsiya miyangizda qolishini. Qiynalishsiz, xuddi bilim sizning miyangizda allaqachon mavjuddek. To'g'ri, bu faqat orzu bo'lib tuyuladi, lekin bir odam uchun bu haqiqatga aylandi. Eng qizig'i, u olim odam emas edi, hatto o'qishga qiziqmagan oddiy inson edi. To bir kecha hayotini butunlay o'zgartirmaguncha. Keling, tushuntirib beray. 2002-yilda AQShning Takoma shahrida yashagan 31 yoshli mebel sotuvchi Jeyson Paget oddiy hayotni kechiradi. Bir kuni tungi klub yonida unga hujum qilishadi va boshiga qattiq zarba berishadi. U miyaga jarohat oladi. Avvaliga kuchli bosh og'rig'i, qo'rquv va xavotir bilan qiynaladi. Ammo keyin g'alati narsa yuz bera boshlaydi. Jeyson atrofini boshqacha ko'ra boshlaydi. Suvning oqimida, yorug'likning sinishida, hammasida ma'no borligini ko'radi. Endi tasavvur qiling, u qo'liga qalam olganda esa hech qachon matematika yoki san'atni o'qimagan bo'lsa ham, shu chizmalarni nozik tafsilotlari bilan chizib bera oladi. Shifokorlar aniqlashdiki, Jeysonning miyadagi jarohati uning chap parietal cortexga ta'sir qilgan, ya'ni miyaning tepasiga. Bu miya qismi shakllar, chizmalar va fazoviy fikrlashni qayta ishlashga mas'ul. Odatda miyamiz atrofidagi mayda tafsilotlarni filtrlaydi, chunki aks holda biz haddan tashqari charchab qolardik. Lekin Jeysonning jarohati bu filtrlash tizimini o'chirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Natijada uning miyasi yashirin bo'lgan narsalarni ham bevosita ko'ra boshlaydi. O'zi bu nima bu deb so'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu holat acquired savant syndrome deb ataladi. Juda kam uchraydigan nevrologik hodisa. Unda jarohat yashirin qobiliyatlarni uyg'otadi. Bo'pti. Siz endi kaltayib turishim kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Jeysonning iqtidorli bo'lib qolishi unga juda ham qimmatga tushdi. Chunki aslida uning miyasi faqat ochilmadi, balki ba'zi jihatdan buzildi ham. U kuchli xavotir, obsessiv fikrlar va kundalik hayotda qiynalish bilan yashay boshlaydi. Biz hammamiz dunyoni to'liq tushunishni orzu qilamiz va unga erishish uchun balki oddiy boshga jarohat yetadi. Esingizda qolsin, tibbiyotda haqiqat fantastikadan ham ajoyib.